Bir o'tirib olasizmi? Mana liniyani o'chirib qo'yish kerak. Hammaga assalomu alaykum. Mana liniyani o'chirsa ko'z anaqasi olmayaptimi sizlarga? Normal. Normalmi? Buni olib tashlasa bo'ladi. Mana. Xo'jayinlarni ko'rsatsa. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Kecha va'da berilgan jonli efir. O'zi bunaqa jonli efirlarni qanaqa qilish kerak? Mikrofonlar bilan, aborsiz bilan. Men bugun beradigan insightni hech kim bermaydi odamlarga. Shuning uchun bugun siz bilan TTT gaplashamiz. Bugungi mavzu Xo'p, bugungi mavzuning o'zi asosiy ma'nosi bilasizlarmi nima? Ko'pchilikning fantaziyasini o'zgartirish. Ya'ni faqat katta pullar haqida gapirasiz. Bizda katta pul yo'q, katta imkoniyat yo'q. 50 ming, 100 ming dollar haqida gapirasiz. Bizda unaqa pullar yo'q, afsuski. Aynan shunaqa fikrlaydigan insonlar uchun. Ya'ni inson qachonki fantaziyasini o'zgartirsa, o'shanda o'zgarish bo'ladi unda. Haqiqatan ham bu jonli efir imkoniyat qidirayotgan insonlar uchun aslida. Ya'ni o'sha nima deydi, o'zidan pul orttira olmaydigan insonlar. Biz faqat nima deydi, millionerlar uchun jonli efir ko'rmaymiz-ku. Shuning uchun diqqat bilan jonli efirni ko'ringlar va men bitta narsani yozgandim. Kechasi uxlolmay chiqasizlar deb. Harakat qilaman ko'pchilikni bugun kechasi uxlatmaslikka. Tak shu boshlaymiz. Avvalambor raqamlardan boshlaylik. Masalan, men Telegram kanalimda yozdimki, men risksiz yiliga 15-20% daromad qilishni o'rganib oldim deb yozdim. Risk. Endi dunyoda o'zi risksiz degan tushuncha yo'q o'rtoqlar. Lekin matematikaga qarshi keta olmaymiz afsuski. Risksiz narsani risksiz deyish kerak. Endi uni ko'pchilik qila olmaydi. Endi shuni men qilishga muvaffaq bo'ldim. Ko'ringlar, tasavvur qilinglar. Bilasizlarmi, Aziz Xalikov masalan hech qachon risksiz bozor borligi haqida gapirmagan, hech qachon risksiz daromad qilish mumkinligi haqida gapirmagan. Bu o'rtoqlar, shaxsan meni o'zimga tegishli kommentlovchi nima xo'sh? Xo'p. Xo'p, xullas, bu shaxsan meni o'zimga tegishli. Bu risksiz strategiya emas, bu sizlarni qiziqtirish uchun aytiladigan narsa emas. Bu men qanaqa risksiz daromad qilishim haqida tushunasizlarmi? Bo'ldi. Xullas, kelinglar tarixdan boshlaylik. 2014-2015 yillar bizda Rossiyadan juda ham katta kompaniya shaxsan menga aloqaga chiqqan. Siz bo'lmagan paytlaringiz. Va juda ham o'sha paytda Toshkentda ofisim bor edi. Juda ham katta kompaniya menga aloqaga chiqqanda aytganki, treyderlaring bormi degan. Ha, bor, ko'pmi, yetarlicha. Agar biz senga kapital bersak, treyderlarning hech bo'lmaganda 0 da savdo qila oladimi degan taklif berilgan. Menga, ya'ni tasavvur qilsanglar, menga taklif bo'ldi. 0 da savdo qiladigan treyderlar kerak bo'lgan. Xo'p, buni sizlarga hozir tushuntirib beraman, nimaga buni aytayotganligimni. Sababi komissiya degan tushuncha bor. Bilasizlar, brokerlarda savdo qilish uchun komissiya oladi brokerlar va ya'ni treyderlar daromad qilmasa ham broker daromad qiladi. Sizlarga bugun bir ikkita insidersga ma'lumotlar aytaman. Bilishsin odamlar nima. Bitim ochib yopgandan-da. Yo'q, bitim ochib yopgandan. Odamlar bilishsin nima, uni qachon. Baribir men aytdim, boshqa kurs bo'lmaydi deb aytdim. Masalan, klassik tradingdagi o'shanga odamlar bilsin, men qanaqa daromad, nimaga qanaqa intereslarim borligini odamlar bilsin, bir-biriga aytsin. Tем более oxir вообще взрыв mozga bo'ladi ularda. Xo'p. Men qanaqa daromad qilishni o'rganib oldim. Men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Qaranglar. Endi menda bu summa birinchi chast bu men haqimda, o'rtoqlar, ikkinchi qismi bu sizlar haqingizda bo'ladi. Bo'ldi. Qaranglar. Deylik, masalan, tak, 1 million dollar. 1 million dollar, to'g'rimi? Mana 1 million dollar. Mana qarang. 1 million dollar paka meniki, sizlarniki emas. Mana shu hamma yozadi-da. 1 million dollar
bizada yo'q. 1 million dollar bo'lganda bizani ham yiliga 15% qoniqtirardi deb yozasizlar. Sizlar to'g'ri o'ylayapsizlar. Rostdan shunaqa katta summa, katta riski bo'lmaydi. Shuncha kichkina daromad. Xullas, endi o'rtoqlar, kelinglar, mana shu 1 million dollarni 10 mingga bo'lamiz. 10k. 100 ta bo'ladi. 100 ta o'rtoqlar. 100 ta 10 ming dollar bo'ladi, to'g'rimi? Nimaga buni aytyapman? Qaranglar. Tasavvur qilinglar, mana shu 1 million dollarni men savdo qilmaslikka harakat qilyapman-da. 100 ta o'quvchiga 10 ming dollardan bo'lib beryapman. Просто так, ha? 100 ta o'quvchiga 10 ming dollardan bo'lib berganimdan keyin 100 xil odamda 10 mingdan shot bor. Ular har kuni nima qiladi o'rtoqlar? Savdo qiladi, to'g'rimi? Mana shu 10 ming o'rtoqlar, 10 ming примерно o'rtacha hisoblab aytaman sizlarga, masalanda, avval bir 0,1 lotdan ishlasa ham masalanda ochib yopsa bitim deylik, kalkulyator ochib tez hisoblab tashlaymiz, sredniy 1 lot hisoblaylik, masalanda. Qarang, to'xtang, mana hisoblaymiz, Hasan xo'ja. 1 lotdan hisoblab turaylik, odamlarga tushunish uchun. Qarang. 1 lot. Demak, har kun, demak, kuniga qancha bo'ladi? 100 lot bo'ladi. 100 lot. 100 lot. FX ishlaydigan lozim deyotganim yaxshi tushunadi. 100 lot. Demak, har bir lotdan biz 8 dollar daromad olamiz примерно. To'g'rimi? Xo'p. Ne narsa o'zgarishi mumkin. O'zgarishi mumkin, plus minus. 7 dollar. Buni farqi. 7 dollar. 8 10 bo'lishi ham mumkin. Oshirsa. O'sha 8 bo'lganim yaxshi-da. 8 dollar o'rtachada. Qancha bo'ladi shunda? 8. 8 dollar kuniga 8 dollar bo'ladi. Endi bir haftada qancha ish kuni bor? 5, oyiga 20 kun. 20 savdo kuni. Tak 800 16 ming. 16 ming. Endi просто o'rtachada 16 kun. Buni keyin biz nimaga ko'paytiramiz? 5 kami? 5. Bu oyiga. 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 12 ga. Tak. Buni 16 ni ko'paytiramiz 12 ga. 192. 192, почти 20% yiliga. 192 mingda. 192 ming. Ya'ni o'rtoqlar qaranglar. 192 ming dollar bo'lyapti 1 million uchun. Bu почти 20% degani. O'rtacha hisoblaganda 20%. Da. Endi kelinglar ikkinchi savolga javob topamiz. Ya'ni azizga trenerlar, o'quvchilar hammasi plus qilmaydi-yu, slip qilib qo'ysa nima bo'ladi, minus qilib qo'ysa nima bo'ladi degan savolingizga javob berib ketaman. Men sizlarga aytdim, men risksiz qanaqa daromad qilish haqida aytdim. Men unaqa bilasizlar, efirga chiqib haqida cho'pchilik haqida gapirmayman. Sababi, qaranglar, men bu matematikani ko'rdinglar, nima qanaqa chiqqanini, faktmi fakt. Endi qaranglar. Mana shu nima dedi odamlar, meni falsafamni ko'pincha tushunmagani uchun mana har xil mana kurs sotadi, kurs bla bla qiladi. O'rtoqlar, hammalarga savolda, qaysi kurs beradigan inson, kurs sotish so'zini ishlatmayapti. Qaysi kurs beradigan inson kursdan keyin 10 ming dollar investitsiya beradi yoki 15 ming dollar investitsiya beradi? Sizlarga savol. Qaysi? Kim prosta odamlar prosta bitta Fibonacci bilan bog'liq strategiyani 3000 5000 dollarga sotyapti-da. Real investitsiyalarni hisobga olish kerak, prop shot masalan hisobga olish kerak. Yo'q, masalan, endi una уровень prop shot deyiladi, lekin blok bo'lmaydi degan prop shot. Lekin unaqa kunlik limitlari yo'q prop shot. Da. Mayli, bu haqida emas. Aslida 1 million dollar undan ko'ra savdo qilsangiz bo'lmaydimi? Slip qo'ysachi. Endi to'g'ri aytyapsizlar, qaranglar. Mana bu 1000 dollar bu o'quvchilar kurs uchun to'laydigan pul va ular uchun ajratilgan 10 ming dollar. To'g'rimi? Va qo'yiladigan risk 10%. O'rtoqlar, meni riskim 0. Tushunasizlarmi? 0, absolutely 0. Ya'ni har bitta bu o'sha o'quvchilar to'laydigan summa. Birinchi mana bu summani riski 1 million dollar riski. Hamma ham plus qilmaydi, to'g'ri. Lekin hamma plus qilish, minus qilishdan qat'iy nazar, men baribir mana bu daromadni olaman va qo'yilgan 10% prosatkani mana bu security deposit himoya qiladi. Shuning uchun
Shuning uchun men oxirgi yillarda, masalan, bir yilda 2 marta kurs qilgan bo'lsam, hammasi investitsiya bilan bog'liq. Ya'ni hammasi kursdan keyin o'quvchilarga kapital ber. Nimaga? Chunki o'sha o'quvchilar o'sha kapitalda savdo qilgandan keyin mana bu daromadni men doimiy hozir как будто mana shu passiv daromad deb qo'ygan. To'g'ri, men aksiyalarda aktivni ishlayman, stokda ishlayman, lekin FX da mana bu model men uchun samimiy xavfsiz va nima deydi, bemalol daromad qilib o'tiraman. Va juda ham ko'pchilik beradigan, buni tushundinglar, a? Вот, men tushungan bo'lsangiz, keyingi mavzuga o'taylik. Eng global mavzu. Xullas, bugungi efir qisqa, lekin взрыв mozga, haqiqiy sizlarda взрыв mozga bo'ldi. Qarang. Oldin keling, mana bu so'zni mag'zini chaqaylik. FX. To'g'rimi? Ko'pchilik FX deganda valyutalarni savdosi, oltinni savdosini tushunadi o'zi. Haqiqiy biz agar xalqaro bozorni oladigan bo'lsak, bu FX o'rtoqlar bilasizlar, nima uchun chiqarilgan o'zi? Mana MetaTrader'da ochib olib aktiv savdo qilish uchun chiqarilmagan. Foreign exchange market o'zi asosan eng ko'p valyutni valyuta oldi-sotdisi eng ko'p holatda o'zi международный kompaniyalarni через bank orqali savdosiga asoslangan. Masalan, McDonald's Emiratda bugun dirhamda foyda qildi, bankka bordi, dirhamni dollarga aylantirdi. Anaqaga yuborish uchun, Amerikaga dollar yuborish uchun. Ham eng krupniy kompaniyalar mana shunaqa McDonald's, Coca-Cola, Pepsi-Colaga o'xshagan kompaniyalardan bo'ladi. U FX degani o'zi shu aslida. Biz bilasizlar qanaqa tushunamiz FX da. Qaranglar qanaqa tushunamiz. Qaranglar. $100 depozit bor yoki $500 depozit bor. Ikki qaranglar. How Faqat tilla boshqa. How USD, yo, mayli bo'lishi mumkin, masalan, boshqa narsa ham. How USD full marja ketdi. Masalan, $100 yoki $500, $1000. Odamlar, ya'ni bizda shunaqa. Yoki keling klassik instrument olamiz, yevro dollar olamiz, masalan-da. Masalan. Azir bilasizmi yevro dollar kunlik volatilisi qanaqa? Ancha stabilniy, yaxshi lekin 100 punkt. Yo. Yevro dollar kunlik volatilisi 40 punkt maksimum. O'zgardi, уже tilla oshdi. Nету 40 punkt. Средний 40 punkt движение birinchidan. O'rtacha. Ikkinchidan 0,20-0,30% rost kuchi. 0,20% o'sadi. 0,20%, 0,30%. Kichkina. Bu nima degani o'rtoqlar? Bu degani valyutada har kuni, to есть ishlab daromad qilish ehtimoli juda ham kam sizlarda. Juda ham shans kam. Valyutada ishlash texnikasi bor. Uni tushunsangiz agar вообще мощный, например, Plichosiz olish mumkin emas. Plichosiz ishlamaydi, yaxshi. Plichosiz ishlamaydi, daromad deyarli yo'q deganida. Kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Qancha bo'ladi? Vez diapazonni tutolmaydi, to'g'rimi? 3% yiliga, примерно. 3-4%. Da. Masalan, valyutada, agar plichos savdo qilsa. Hop, men bu просто sekret o'rgataman. Ko'pchilikka sekret. Bu sekret men bilan bog'liq va sizlar bilan bog'liq. Ya'ni, qarang. Nimaga Amerika aholisi boy? Chunki u Amerika resurslari bor, tarixi bor, и так далее. To'g'ri, bular ham fakt. Keling, iqtisodiy savodxonlikni sizlarga tushuntirib o'taylik. Butun Amerika bor-ku, mana pul. Agar mana qaranglar, tasavvur qilinglar, ko'pchilikda pul yo'q. Pul kombinatsiyasini agar bor-ku, to'g'ri pul kombinatsiyasini o'ylab topsanglar, sizlar juda ham kichkina summa bilan katta pul ehtimol daromad qilishinglar ehtimoli bor. Kelinglar, oddiy Amerika aholisini nimaga misol qildim? Tasavvur qilinglar, Nvidia $5,5 trillion. 5 trillion dollar. То есть Elon Musk состоянияsi почти $1 trillion yaqinlashib qoldi. Kompaniyalar, вообще Microsoft, Apple'larni gapirmasa ham bo'ladi, 4 trillion, 3 trillion, 1,5 trillion и так далее. Bu pullar qayerdan o'rtoqlar? Yoki kimdir Emiratda investitsiya qilyaptimi? Yoki kimdir Rossiyada turib sotib olyaptimi? Yoki kim oralada, kim olgan aksiyasini, kim olgan savol sizlarga, kim minglab % o'sgan. Вообще Apple 500,000% o'sgan. Apple chiqqan 500,000%. $1 investitsiya qilgan odam $500,000 daromad
Tasavvur qilyapsizmi? $1 pul tikkan odam $500,000. Mayli, u narsani u payt hech kim bilmaydi, bu misol emas. Endi bari fakt bu. Butun Amerika boylar uchun ishlaydi. Butun o'sha boylar keyin butun xalq uchun ishlaydi. Tipi qanaqa bu konfiguratsiyada? Ya'ni hedge fondlar, pensioner fondlar tasavvur qiling. Hozir butun 33% Amerika aksiyalari u damahazaykalar, uy bekalariga tegishli. 33%, o'rtoqlar, dahshatli ko'rsatkich 33%. Просто buy and hold. Просто shunaqada. Bu tasavvur qiling, butun kichkina pullar faqat o'sha odamning $5,000 puli bo'lishi mumkin, $3,000 puli bo'lishi mumkin. Butun kichkina pullar, lekin agar matematikaga solsangiz dahshatda. Tasavvur qiling, o'rtacha Amerika aholisi $5,000 agar oylik daromad oladigan bo'lsa, to'g'ri hisobladimmi yo'q boshqacha hisobladimmi? Yo'q, ko'proqmi, kamroq hisoblashim? O'rtacha 5,000 o'rtacha. 5,000, Nalogdan qoladi. Naloglarsiz, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, masalan, Amerikaning o'zi chisti aholisi 300 milliondan ko'p-da, 330 milliondan ko'p, masalan. Endi tasavvur qiling-da, 330 million aholi $5,000 dan daromad qilmaydi, uni biz 100 milliondan olamiz. To'g'rimi? Qariyalar, bolalarni olib tashlaymiz, atik 100 millionni qoldiramiz-da. Endi 100 millionni ham qarang-da. Kalkulyator bossangiz, vahshiy dahshatli narsa kelib chiqadi. Qarang. 100 million, to'g'rimi? Bizlar hozir super minimalni hisob qilamiz. Tasavvur qiling, aslida undan ko'p natijada. Endi qarang, 50 millionni oling. 50 millionni olingda, o'zi $5,000 topadi, har oyda $5,000 fond rынокka. 50 milliard. 50 milliard. Juda katta. 500 qo'ysan 25 milliardda. Masalan, yo'q, $1,000ni o'ta undan ham ko'p investitsiya qilganlar bor, o'shaning uchun minimal oldi. 100 bo'lsa ham 5 milliard har oy. Har oy 5 milliard. Yillik emas, конечно. Oyiga 60. Yiliga 60 bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta Amerika indekslari hozir ozgina 1% yursa, o'sha bozorga $500 milliard kiryapti-da. Uncha ko'p. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, to'g'risi, mana shu narsaga ular ishonadi, bu narsani qiladi. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda hamma o'ziniki, например, o'zini kapitalini ko'tarish, o'zini pulini ko'tarish, qanaqadir yo'l bilan pul topish itakdari. Ya'ni biz agar ommaviy ravishda biz dunyoqarashimizni o'zgartirsak, ommaviy ravishda jamoa bo'lmana. Amerika ommaviy jamoa. Shunaqa, birgalikda. Amerika ommaviy jamoa. Biz ommaviy jamoa bo'la olmaymiz. Bilasizmi? Например, kommentariy yo'q, kommentariy yo'qmi? Kecha mana masalan har xil kurslar biz aytdim-ku mana. Masalan, e'lon qildim-ku, $350 to'g'ri, cho'ntak bor, to'g'ri. $1,500, 5,000 individual. Unda ham puli bo'lmasa, mayli, savdo g'oyalarini ko'rib tahlil qilib borish uchun 20 qancha dollar? 29. $29. Men bittasi yozibdi. Xalq uchun nima qildim deb aytdingizda, kurslaringizni qarang, $1,500 deydi. O'sha $1,500 da $10,000 investitsiya bor-ku, o'sha $1,500. Buni o'ylamaydi-da, tushunasizmi? Ya'ni biz ommaviy jamoa bo'lishimiz qiyin-da mana shunaqa fikrlardan keyin. Chunki bizda fikrlar bo'linib ketgan. Ya'ni yana kursmi, bular masalan oxirgi necha yilda bizda kursda hammasida investitsiya bor başda. 3 yilda menimcha. Algo tradingdan keyin yo'q, hammasi investitsiyalar bo'ladi. Hammasi investitsiya 3 yil bo'ldi. 22 ekanda. 3 yil. Ровно 3 yil. Или больше, to'g'rimi? 3 yilda ichida biza masalan 4 yillar 25 tugadi. 4 yillar qancha investitsiya berdik? Примерно qancha chiqdi? Pikda 5 millionga borgan, lekin hozir kamaygan. Hozir 3 million. 3 million. Hozir kamaygan. Xo'p, mayli. Lekin hozir menda may oyida yana 300 ta yaqin odam oladi, o'shanda 4 ga chiqadi. Mana qarang, $3 million, to'g'rimi? Masalan, $3 million bizda средний o'sha aytilgan Alloh tarjimasi plus minus chiqadigan bo'lsa, bu как будто passivniy daromad. Ya'ni to'g'rimi? Biz shunaqa yo'ldan, bo'lsa shunaqa yo'ldan kitobga odamlar nimaga bizning falsafamizni tushunmaydi? Chunki ularga mana hisob-kitob qiladigan bo'lgan qaranglar odamlar. Ya'ni deylik biz $10,000 beramiz-ku. Da, ular bilasizmi nimani tanlaydi? Undan ko'ra $100 risk qilib prop challenge tanlaydi ular, tushunasizmi? Birinchi savollar ketma-ketligini qarang, u ishonchli propmi yo'qmi? Birinchi savol.
ikkinchi savol probdan o'tadimi yo'qmi? Ikkinchi savol, to'g'rimi? Uchinchi probdagi limitlar, to'g'rimi? o'tsa ham qonun qoidalari. Yo'q, mayli, limitlar qancha, to'g'rimi? Mayli. Hammasi ham zo'r bo'lsa, ularga pul qilsa yechib bermasligiga bu ham muammosi bor. Masalan, endi, men hozirgi kombinatsiya aytaman-da, aytdim-ku, Amerika jamoaviy xalq. Raqamlarda ko'rsatsam bo'ladi, ko'k-ko'k otchetlari bor-ku. Ya, mayli, u odamlar u narsani o'rganguncha o'zi miyasi achib ketadi. Men просто FX tushuntirib berdim-ku. Просто misol qilib beraman-da, ya'ni qanaqa kombinatsiya qilish mumkin, qanaqa ehtimollikni oshirish mumkin, qanaqa riskni kamaytirish mumkin, qanaqa insonlarda imkon bo'lishi mumkin. Shu haqida gapirishdik. Ya'ni aytdim, birinchi qismini men tushuntirib berdim. Men qanaqa daromad qilayotganimni, например, risk qanaqa daromad qilayotganimni va odamlarga minimal risk bilan qanaqa daromad qilish mumkinligi, imkoniyatni qayerdan olish kerakligini tushuntirib berdim. Biroz bugun o'ylasin, o'tirib, o'rtoqlari bilan o'ylasin, jamoasi bilan o'ylasin. O'ylaylik, qanaqa daromad qilish mumkinligi. Например, qarangda, hozir misol qilib olish kerak-da. Tasavvur qiling, umuman imkoniyati, вообще imkoniyati yo'q. Men endi o'shani hisob kitob qo'ydim-da. Ya'ni mana bu summadan qo'yib, mana shu summadan boshlaylik. $50,000. Legalligini sizga tushuntirib beraman. Nimaga $50,000? Chunki $50,000dan agar 2% daromad qilsa ham, masalan, qo'shib Уже $1000 bo'ladi. oyiga Mana shu haqida gaplashaylik. Mana shu imkoniyat hammada bo'lishini xohlayman. $50,000 управление, $50,000 va $1000 daromad. Qancha bo'ladi? Hozir 13 million bo'ladi, plus-minus. 12,5 taqdim. Endi ko'chada ochiq qolmaydi. Shunaqa. O'sha bunaqa daromad qila olgandan keyin, o'sha buni mana qarangda, insonning miyasi qanaqa ishlaydi? Kam daromad bo'lsa ham, u och qolmasa, muammosi bo'lmasa, insonda sekin etapni yaxshi ketadi. Insonning hayotida o'zgarish bo'lmasa, qiynalaversa, kredit qarzlar bo'lsa, ko'pincha u insonni o'sishga xalaqit beradi. Shuning uchun mana bu raqamlarga qanaqa erishimligi imkoniyatini ham tushuntirib bermoqchiman odamlarga. Va bu imkoniyat просто qanaqa olish mumkin? Вообще-то mumkin emas. Osmondan kelmaydi $50,000, lekin jamoaviy xalq degan anaqa ismi tushgani. Ya'ni ko'pchilik agar to'g'ri fikrlasa va birlashsa, bemalol bu narsani qilish mumkinligini men tushuntirib beraman, пример. Xo'p, qarang. Tasavvur qiling, $50,000 bu $50,000 как будто biznesga tikishdek gapda. $50,000 ishlatyapti, uni оборотdan pul chiqaryapti. Nimaga 2%? Qarangda, qancha risk kamaysa, ya'ni qancha daromad kam bo'lsa, shuncha risk kam bo'ladi. Boshqa matematika yo'q, to'g'rimi? Qancha risk kam bo'lsa, shuncha ehtimollik oshib boradi. Sababini tushuntirib beraman. Masalan, $1000 bor odam chiqishdan 2% ga qonib qoladi. Bu fakt. $20. Oyiga hech narsa yetmaydi. Yo'q, oyiga hech kim $1000 $20 ishlaydi. Lekin men hozir istalgan obunachimga aytsam o'rtoqlar, $50,000 super minimalniy risk bilan $50,000 2% qonib qoladi desam, hamma ha deydi. Kecha ko'rdim-ku, aprosdan keyin ishonasizmi? O savol $50,000 qatdan oladi. Gap shunda. Endi qarang, mana shu masalan men hozir uni biz ko'ramiz, hozir savol javob qilamiz. Kim birlashib olaydi, kim jamoa bo'lib ishla olaydi va tekshirib ko'ramiz. Mana shu $50,000 masalan qarang, azam Endi insonlarni birinchi qiyin ahvolga solib qo'yamizda, keyin ularni fikrlashga majbur qilamiz. Kombinatsiyalar orqali. Qarang. Men ko'pchilik bilmaydi. O'sha e'lon berdim-ku, bu meni klassik tradingdagi oxirgi kursimda. Endi qarang. Uning ichida masalan $5,000 kurs bor, to'g'rimi? Qarang. Niye qanaqa ishlaydi? $5,000 kursga $5,000 ishlatamanmi deydi. Yoki qimmat-ku deydi masalan. Yoki u demak hech qachon biz unaqa kursda o'qiy olmaymiz ekanda deydi. Masalan, ko'pchilik talabalar bor, yoshlar bor, to'g'ri, menga xalos qilinadi. Lekin Azamat xo'ja, qarang, $5,000 kursga $5,000 ishlataman deydi. $5,000 kursga $5,000 ishlataman deydi. Lekin 5,000 kursga $5,000 ishlataman deydi.
o'sha kursda 50 ming dollar berishini bilmaydi. Yozmaganmiz. Yozmaganmiz, to'g'ri. O'sha kursda 50 ming dollar masalan upravlение berishini bilmaydi. Ya'ni endi qarang. 5 ming dollar, 50 ming dollar mayli. Masalan, 1000 dollar qilsa ham juda ham ko'p foyda bo'lmaydi, razницasi. 12 ming yiliga bo'ladi, to'lagan puli, keyin oyiga 500 dollardan, 400 dollardan chiqadi. O'zi bu ham yomon emas aslida. Gap bu ham haqida emas. Keling endi storiesda yozdim, uxlamay chiqasizlar degan joyi. Bugun shu haqida. Ya'ni matematika, fantaziya bu ikkalasini bor-ku. Qo'shsangiz super kombinatsiya kelib chiqadi. Ozgina insonda. Bizda masalan, men o'sha risksiz daromad qilish, biz o'sha narsani ishlab chiqdik-ku, to'g'rimi? Ya'ni insonlar bizga kursimizga to'laydigan pulini risk sifatida foydalanamizda, insonlarning o'ziga kapital beramiz, ular savdo qiladi. Savdo qiladi, plyus qilsa хорошо, bizga zo'r. Doim plyus qilsa biz komissiyadan ishlab olamiz. Minus qilsa bizga неприятный, конечно, lekin baribir bizga farqi yo'q, biz daromad qabul qilamiz, to'g'rimi? Har qanaqasiga. Endi qaraydi, 50 ming dollar, masalan 5 ming dollar, 50 ming dollar kapital. Va nimada bo'laysiz? Nechta odam ko'radi? 500 ta. 500 odamda nechta odamda 50 ming dollar bor? 5 ming dollar bor. 500 ta. 10 ta. 10 ta bo'lishi mumkin. Balki 30 ta da. 510 foiz hisoblasa 5, yo'q, 50 ta bo'ladi 10 foiz. Mayli 10 foiz, 50 ta odamda bo'lsin. 50 ta 10 foiz. Farqi yo'q. Realistichnisi-da 1. Endi qarang, meni muhim etadigan narsam bu чисто insight deb bu narsa. Qarang, ularni hozir miyasini portlatamiz, qarang. Yana to есть 5 ming dollar hamda 10 foiz odamda bor. Nimaga unda 450 ta odam ko'ryapti? Savolda 450 ta odamga nima foydasi bor bu yerda? Masalan, foydasi yo'q, to'g'ri? Chunki 5 ming dollar yo'q, например. Endi qani biz ham aytmadik, odamlarga vыбор qiladigan odam o'zi bo'ladi. Endi qarang, narsa qo'yadi. Tasavvur qiling, просто o'rtoqlar bo'ladi, tradingga qiziqadigan. Va hamma bir-bir krugi bo'ladi, o'rtoqlar bo'ladi, to'g'rimi? Tanishlar bo'ladi. Endi qarang, narsa qo'yadi. Masalan, deylik, keling, 1000 dollardan 5 ta odammi? 1000 dollardan 5 ta odam? Kamroq bo'lsin. 510 ta. 1650 dan 3 ta odam. Ha. Chiqar. Yo'q. Da. 4950 chiqar ekan. Ko'rdingizmi? Qani endi nimaga o'sha puli yo'q, o'sha imkoniyati yo'q odam nimaga hayotda faqat точечный pul bor yoki yo'qligi muammoni hal qiladi deb o'ylaydi, eng katta muammo. Nimaga o'ylamaydi? Qaysidir har xil narsaning yo'llari bor, to'g'rimi? Hayot nimaga masalan, nimaga 3 ta odam birlashib mana shu kombinatsiyani qila olmaydi, xuddi jamoa xalq degan. Nimaga 3 ta odam? 3 ta odam nimaga 1600 dollar biznes uchun pul tika olmaydi? Men oddiy misolda. Nimaga 3 ta odam 1600 pul tika olmaydi? Boshqarish o'ylasa kerak, uchalasi. Uchalasi farqi nima? Uchalasi ham o'sha bilimni ola oladi-yu, to'g'rimi? O'sha kapitalni ola oladi-yu, to'g'rimi? Endi tasavvur qilingda 2% dan daromad qilinganda yiliga 12 ming dollar daromad bo'ladi, to'g'rimi? O'rtachada, primern. To'g'rimi? Mana shu kombinatsiyani qila olgan odam 5 yildan keyin borib, yiliga 120 ming dollardan bemalol ishlaydi. Bu kombinatsiyani qila olgan odam. 5 yilda kattalashtirsa bo'ladi kapital. Bemalol, easy просто. Masalan, 1600, 12 ming 3 ga bo'lsa qancha bo'ladi? 4000 dan. 4000 dollar, to'g'rimi? Xo'p. 4000, 1600, ya'ni biznesga 1600 pul tikildi, 4000 dollar yiliga daromad bo'ladi. O'sha qancha foiz? 200%. 250 даже. 200 dan shu. 200% daromad, to'g'ri? 200% daromad. Bu o'sha oyiga, ya'ni 1600 dollarni har oy o'sha 20% daromadga teng, to'g'ri? Nimaga mana shunaqa kombinatsiyalar qilib hech kim o'ylamaydi? Prosto narsa. Prosto raqamlarni tushuntirib berdim. Prosto o'ylasa bo'ladi, to'xta. Biz 5 ta mayli, biz 3 ta emasmiz, 5 ta odam. Mayli. 1000 dollardan investitsiya qilsak, 50 ming dollar 5 ta odam boshqarishi mumkin, to'g'rimi? 10 mingdan bo'lib bersa ham bo'ladi. Ya 10 mingdan bo'lib bersa, ne важно. Yo, prosto o'ylab ko'r. 10 mingdan bo'lib berilmaydi, masalan. Chunki veriyatность oshirish uchun, то есть katta kapital, kichkina risk, vash komfortda.
Da. Da? Endi qarang-da. Endi qarang. Prostoy-da, masalan, 50 ming dollarda 4 просто raqamlarni aytaman, risk tushuntiraman, odamlarga tushuntirib, tushunadi. Qarang. Masalan, 50 ming dollar bor edi bizda, to'g'rimi? Voy, bu bizda 4 uchta, asosan 4 instrument bor edi. Просто 4 instrument, da? Yevro, dollar, funt, dollar. Demak, oylik zadacha qancha, Zavod-xo'ja? Majorlar bo'yicha ham 0,5% bo'tdim. Da. 0,5%. Oylik cel 2 ming dollar daromad qilishga 50 mingdan. 0,5%. Har bitta bor ekan. Har bitta. Deylik, masalan, olamiz hozir volatillikni, masalan, olamiz neftni masalan-da. Masalan, yevro dollar olamiz, to'g'rimi? Yen. Indeksni olamiz masalan. Bitta yenani olamiz, to'g'rimi? Mana shu 4 instrumentni olamizda, biz zadacha qo'yamiz. 0,5% daromad qilish kerak. Har bittasidan. Da, 0,5 to'rtga bo'lingchi. Yarmini to'rtga bo'ling. 4 hafta ekanmi? 0,12 mi? 0,12. 0,12 chiqdimi? Demak, bir haftadagi bitta valyutadagi bizning daromad instrument valyuta emas, bitta instrumentimiz 0, уже 12. 0,12% ga teng ekan. Tasavvur qiling, trader qanaqa komfortli ish. Tasavvur qiling. Ancha osonlashadi. Tasavvur qiling, 4 instrument qo'yib qo'yadi-da, 0,2 haftasiga 0,12%. 0,12% dohod qilish kerak. Tasavvur qiling, qanaqa minimalniy risk bo'ladi. Xo'p, darsha. Xo'p, minus qilib qo'ysa-chi? Mayli, minus qilsin. Lekin selga nisbatan minus qilish mumkin emas. Ya'ni maqsadga nisbatan minus qilish mumkin emas, o'rtoqlar. Bu вообще mantiqqa zid narsa. Nimagaligini aytaman. Deylik, 10% risk ustanovka qilib berdi. U masalan 50 mingga 5 ming dollar qo'ydik-a risk. Mana qarang, 5 ming dollar risk. Qanaqa qilib slip qilib qo'ysa-chi? Qanaqa qilib o'ylash mumkin odam agar bitta instrumentdan 0,12% haftasiga daromad qilish mumkin bo'lsa, endi savol matematikaga murojaat qilaylik. Masalan, bu degani bilasizmi qancha degan? Yevro dollarda raqamda qancha qarang. 1% tak 1% 500 dollar, yarmi 250 dollar. To'g'rimi? Yarim foiz 250 dollar. 250 ni 4 ga bo'lsak, to'g'rimi? 40-50 dan chiqadi. 40-50 dollar, to'g'rimi? Endi qarang-da. Sredniy bitta pozitsiyaga mayli 50 dollar risk qilaylik. 0,1% da. 1 ga ishlasam 100 dollar bor, 100 dollar esa уже 0,1% bo'ladi. Yo'q, masalan, mayli. Agar bitta instrumentga o'rtacha 50% dan risk qilsa, qanaqa 5000 dollar minus qilish mumkin? 50 dollardan. Yo'q, masalan, 20 teri 30 bo'ladi risk bitta pozitsiyaga. Savol, qanaqa qilib risk qilish mumkin? Slip qilib qo'yish mumkin, qachonki plankadan chiqsa. Tizimga amal qilmasa. Ya'ni точечный planka bor, точечный planka. Ya'ni bu bo'ldi. Azaki все. Men haqiqatan roziman 50 ming dollar depozitga 1000 dollar har oy daromad qilib tursam, mayli roziman desa, точечный plan bor. Bu точечный planda bunaqa qanaqa 5000 dollar risk tushib qolishi mumkin? Это невозможно, просто невозможно. Shu tizimni ishlamagan uchun minus qiladi o'zi hamma. Точечный plan yo'q-da, вот. Shuning uchun masalan hozir nechta odam ko'radi? 5 ta odam ko'radi? 5 ta. Masalan 500 odam ko'radi-da, to'g'rimi? Tasavvur qiling, mana 10 ming odam ko'rayotganda hozir bu efirni. Tasavvur qiling, hamma birlashganda, например. Da hamma birlashtirib ko'ramiz. Masalan, hech tradingga qiziqadigan odam ko'ryapti, lekin uni 4 ta odami yo'q, tradingga qiziqadigan, to'g'ri? Da. Keling, mana shu kombinatsiyani obunachilar olamiz, qilamiz. So'rab ko'rish kerak. Tushundingizmi? 4 ta odam olib kelishimi? Qanaqa qilib sizga nima bu? Kallangiz ishlaydimi? Просто yo'q. Mana obunachilarni tradingga qiziqadi. Ularni birlashtirib mana shu narsani qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Tushundingizmi? Obunachilarimiz o'zida. Da, bo'ladi. Ha, endi tushundim. Tushundingizmi? Masalan, u to'g'ri har bitta odam o'zini krugi bo'lsa bo'ladi. Просто mana kombinatsiya. Ya'ni просто hisob kitob qilaylik, masalan, qarang. Masalan, deylik, masalan 100 ta odam bo'ldi. Masalan, 100 ta odamga biz 5 million dollar ajratib olamiz, to'g'rimi? 5 million dollar ajratsak, 50 mingdan da 5 million. Kuniga sredniy masalan bizani kuniga daromadimiz примерно 500 ming dollarga atrofida bo'ladi-da.
100 ta odam bo'lsa, 100 ta odam 1 lotdan ochsa 100 lot, 10 kunda 1000 Yo'q, lot. bir lot emas, Kamroq bo'ladi. Kamida 3-5 lot hisoblaysiz. Ha, Chunki o'ta kombinatsiya bor. aktiv ishlash. Da, chunki bu soni ham ko'p odamlar, to'g'rimi? Sredniy, masalan, bitta odamni sredniy как minimum sredniy 5 lot hisoblasangiz bo'ladi masalan. 500 lot 10 kunda 5000, 20 kunda 10 000 lot bo'lib ketadi. 20 kunda 10 000 lot bo'lsa, yiliga 120 ming. Yo'q, 20 lot, 10 000 lot, 10 000 lot oyiga bo'ladi. ha, oyiga, yiliga 120 ming. Yo'q, yana noto'g'ri hisoblayapsiz. Yana noto'g'ri. 10 000 ni 8 ga ko'paytirdingizmi hozir? 80 ming oyiga. 80 ming bo'ladi. Oyiga 80 ming bo'ladi. 15%. 80 mingni endi 12 ga ko'paytirasiz. 80 ming 12 ga 960 ming. Plus minus 1 million. 1 milliondan 20%, почти 20% yaqin. Da, 1 million dollar bo'ladi. Bizning daromadimiz 5 million, to есть plus 1 million dollar bo'ladi. Da. Agar u narsani to'chishga to'g'ri qilinsa, to есть 100 ta odam daromadda bo'ladi, bizda biz risk daromadda bo'lamiz. Chunki bizga to есть 1000 dollardan to'laydi-da. Da. Ну, так далее, например. Вот man endi biz kompaniyani siri emas bu, tip kompaniya siri sekret. Просто bu zато честный taklifdir bu. Odamlarga честный taklif. Kaffolat pulini qo'yadi, investitsiyalarda savdo qiladi, qilgan savdosidan daromadini oladi. Gap unda emas bu. Gap bu как будто bu tipi psixologiyani hak qilishga o'xshagan narsa. Ya'ni matematika bilan psixologiyani hak qilish. Ya'ni вероятностni oshirish. Ya'ni to есть minimal riskni hisobiga ya'ni minimal 50 mingga mana qarang. 500 yoki 500 dollarga hech qachon siz oyiga 2% sirli qo'ya olmaysiz. Da, 500 hech kim 500 dollar bilan 500 dan keyin 5000 olsa bo'ladi, 10% Da, не, вообще sell, например, да? Lekin 50 ming bilan ishoning odamlar, to есть anaqa bo'ladi. oyiga 2-3% qanaqa? 2-3% ko'nadi, например, da, tushundingizmi? Bu juda ham to'g'ri qaror, juda ham aqlli qaror. Mana matematikasi 4 ta instrument 0.2% dan и oyiga 2%. Endi agar buni ham qila olmasa, demak tushunarliki bu inson umuman tradingga yaqinlashgan o'zi xato bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Buni qilish mumkin, azamat. Buni qilish qiyin emas-da endi. O'tirib ishlasa qiladi. Конечно. Ishlayotganlar bor bizda, ishlayotganlar bor har oy. Yo'q, ishlayotganlar bor, jim yurgan o'quvchilarimiz ko'p. Bugun ham yechdi, mana birinchida yechildi bu. Masalan, chotki ana endi odamlar o'ylasin, nimaga hech bo'lmasa ularning mehnati fikrlash bo'lsin, hech bo'lmasa fikrlash bo'lsin mehnatining o'rtoqlari. Mana chestный taklif, marhamat, obunachilar 10 million dollar biz investorlarimiz 10 million dollar bera oladi, 20 million dollar bo'ladi. Biroz bizda birlasha olmaymiz afsuski. Bizda anaqa narsalar haqida o'ylamaymiz. Bizda faqat o'zimiz o'ylaymiz. Kurs qimmat, kurs ochibdi, u unaqa. Odamlarga yaxshi prop infratuzilmani ham bersa bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik qiynalyapti, propda ishonchsiz. Eng qizig'i bir xil bolalar bor, prop o'tdi. Qing'ir-ching'ir qoidalari bor. O'shalarga amal qilib ham o'tdi, pul ham yechdi, lekin 2-3 marta yechgandan keyin 4-marta bloklab qo'yayotganmish. 4-marta bloklayapti. Bloklab qo'yapti ekan 4-marta. Noto'g'ri fikrlayapti. Sababini aytaymi? Ularda bilim ham yo'qda. Ular endi o'sha 50-100 dollarda 50-100 dollarda propdan o'tish xizmati masalan challenge-ga qilyapti-da. Glomisi falsafa noto'g'ri bo'lsa, qadriyat noto'g'ri bo'lsa, bu baribir itogi yaxshi turganmi? Ya'ni ko'pchilik hozir o'zbekistonlik afsuski ko'pchilik mana yosh treyderlarni maqsadi prop bo'lib qolganda. Ya'ni ko'pchilikning bilimi ham yo'q. Menga savol beradi, qaysi prop yaxshi deydi. Qanday natijangiz bor desam, endi boshladim deydi. Chunki hali tizim yo'q, hali ko'p narsani bilmaydi. Matematikalar, indikatorlar, tizimlar, farqi, raznisasi, masalan, объем, так далее, o'sha klassik texnik tahlil. Lekin bilsa ham ularni hech narsani bilmasdan turib propdan o'tadi. Shunaqa. Так что, mana bizda bu imkoniyat sizlarga hech kim, bunaqa imkoniyat sizlarga hech kim bera olmaydi. Hech kim bera olmaydi. Pul kerak buning uchun. Katta mablag' kerak. kerak. Buning uchun pul kerak. U bizda bor. Так что, masalan, tasavvur qiling, mana masalan, nechta odam hozir? 450 уже. Masalan, 450 ta. Da.
tasavvur 450 ta odam уже birlashdi. birlashsa, tasavvur qiling. Masalan 500 ta deylik, 500 ta odam уже birlashsa, уже bu degani 100 ta odam, 5 ta odam, $1000 arasida. Da. Yokida ham $50 kapital. yokida uni 1,5 million ham bor, 10 ming bergan. Uni ham olsa ham 10 mingdan 100 ta odam 1 million, 500 ta odam 5 million. Ya'ni bizda просто ko'pchilik birlashish, ko'pchilik ani kinoga yuborishgan, durniy dengiga yuborish kerak. Mana odamlar birlashish nimaligini bilib olishadi. Retail tradерlar birlashib aksiyani tushirish. Qarshida durniy dengi, ahmoq pullar bo'ladi. Ahmoq. Все, o'rtoqlar, savol-javobga o'tamiz. Bugungi hisob o'ylaymanki, ozgina ko'pchilik o'ylanib qolsa ajab emas. Biz bugungi efirni tugatib, sizlarga keyin 5 daqiqadan keyin yana ulanaman va savollarga javob beraman. Trader tanishligi yorib qo'yiladi yoki belgilab qo'yiladi. Da, hammaga sog' bo'linglar.